Mana bu olmalar juda beg'ubor qilib aytganda ertakdagidek gullagan. Juda ham yuqori darajada serhosil ekan, egalarining aytishiga qo'ysak. Kesilmasligiga qaramasdan juda ham serhosil va daraxtni ichki shoxlarigacha gullab solar ekan, meva berar ekan. Juda ham kattarib ketgan. Katta bo'lishiga qaramasdan ko'p hosil qilishi albatta sog'lom muhitga bog'liq. Sug'orish sistemasi yaxshi bu yerda. Shu bilan birga o'zini navi va payvandtagiga ham bog'liq. Boya ko'rsatgan juda ham chiroyli bog'imiz agar yana 2 yil 3 yil kesilmasa mana shu holatga keladi. Juda ham o'sib ketish holati va sinish holati, mevalar uchiga chiqib ketish holati keladi. Shuning uchun vaqtida kesgan yaxshi.